Selam dostum, men seni bizning laboratoriyamizda ko'ruvime bek shotman. Bu yerda biz qiziqli tajribalar o'tkazamiz, fanniy oshishlar yasaymiz, ham mo'qtirg'ish, boshvatqichlar shishamiz. Sen hazırmı dostum? Olaysa ketdik. Dostlar, men bugun da sizning uchun bir mo'qtirg'ish, boshvatqich hazırladim. İxtibar bilan qarag'iz ham tinglag'iz. Dostlar, ko'rganinizcha men qog'oz bitine 9 nuqta yasadim. Bu 9 nuqtani narsa ishlatib bo'laydi deb profi abi deysizmi? Dostlar, bu bit boshvatqich, onun bir necha sharti da bor. Ham haligi shartlarni ixtibor bilan tanlag'iz. Siz shusha 9 nuqtani qalamni qog'oz bitidan ayirmaycha 4 sızık yordamida o'zaro tutashtirishga tiyishsiz. Ya, nechik do'stlar? Bugungi boshvatqichimni shisha olirsizmi ekan? Aydagiz birgalab o'ylab qaraylik. Dostlar, men eligi boshvatqichni shishdim bit. Siz shisha oldingizmi? Aferin dostlar. Aferin. Siz meni tag'in bir qat tong qoldirdingiz. Qaybirlaringiz eligi boshvatqichni shisha olmadimi dostlar? Olaysa, eligi boshvatqichning shishilishin ixtibor bilan tinglag'iz. Demak, boshladik. Tag'in bir qat shusha qog'oz bitine 9 nuqta yasaymiz. Biz shusha 9 nuqtani qalamni qog'oz bitidan ayirmaycha 4 siziq yordamida o'zaro tutashtirishga tiyishmiz. Ko'rganingizcha men mana shushlay turib yozib qaragan edim. 4 siziq sizdim, lekin bir nuqta tutashmaycha qoldi. Shunga ko'ra haligi nuqtalarni mana shushilaytib tutashtirishga kerak. Birinchi siziq, ikkinchisi, uchinchisi, ham dörtinchisi. Aydagiz tag'in bir qat sanab qaraylik hali. 1, 2, 3, ham 4. Bo'ldi do'stlar. Demak, durust javob mana shunday. Ya, nechik do'stlar? Ishondim sizga bugungi boshvatqich? Ishonsa, men bunday boshvatqichlar ko'rsatuvimni kelasi topshiriqlarda da davom etaman. Shunga ko'ra bizni qaramay qolmag'iz do'stlar. Shoyan tajribalarning qay bir chiqarilishlarin ko'ra olmadim, qaramadim deb burshilsangiz, Shoyan TV kanalining YouTube kanalına yozilg'iz. Haligi kanalda mening barliq video yozmalarim da o'rnashtirilgan. Amin, haliga sizning bilan sog' bo'lasham. Kelasi uchrashuvlarga qadar xush-xush.